2 davomida qisqa muddatda tayyorgarlik ko'rdik. O'sha tayyorgarlik ko'rayotganda bolalarda hissiyot paydo bo'ldi. Hali otasini mehrini ayrim ota-onalar o'quvchilarimiz his qilishi kerak. Buni ham ko'rib chiqdik. Endi zo'ravonlikka tushunchaga ega bo'ldilar-da. Endi tadbirimizni ikkinchi mavzusi bu giyohvandlikka qarshi kurash mavzusi. Bu bo'yicha videorolikimiz bormi Quvonchbek? Hozir Quvonch maktabimizni ma'naviy ma'rifat bo'yicha direktor o'rinbosari Dostonbek giyohvandlik bo'yicha ma'lumot beradi. Biz navbatda Dostonbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkor, ishtirokchilar, ustozlar, o'quvchilar va avvalambor maktabimizga. Xo'p, giyohvandlik bugungi kunda juda ham kuchaygan illatlardan biri hisoblanadi. Giyohvandlik bekorga asl vabosi deb atalmaydi. Chunki hozirgi kunda turli xil terroristik yoki turli xil hujumlar bilan davlatni egallab olishdan ko'ra giyohvand moddalar orqali egallab olish osonroq bo'lib bormoqda. Bunga yorqin misollardan biri O'zbekistonimizga ham davlatimizga turli xil tomonlardan tahdidlar bo'lgan, turli xil terroristlik tashkilotlar tomonidan portlashlar. Bu narsalar ish bermagandan keyin bizi O'zbekistonga ham sintetik dorilar, ya'ni giyohvandlik moddalari kirib kelishi kuchayib bormoqda. Hozirgi kunda butun organ, davlat tashkilotlari, hamma tashkilotlar shunga qarshi kurash ishlarini olib bormoqda. Giyohvandlik birinchi belgilaridan biri inson bir marta chekdimi bo'ldi. Shunga tobe bo'lishni boshlaydi. Uni yorqin misollaridan biri giyohvandlik, ya'ni chekib yuradigan insonlarda ko'zini qorachig'i kengayishni boshlaydi. Ya'ni qora qismi kengayadi ko'zining. Ikkinchisi, giyohvand odam chekishni boshlagandan keyin u aniq o'ladi, o'limga olib boradi. Hech qaysi hozirgi kunda reabilitatsiya markazlari tashkil etilgan, giyohvandlikka qarshi. Lekin ular ham giyohvandlikdan davolab olmaydi. Kelgan dozasida ushlab turadi. Misol uchun 4 ta sintetik dori tabletka ichayotgan bo'lsa, 4 tada ushlab turadi xolos. Misol uchun uni 10 ta, 20 ta yoki 30 talab sintetik dori ichishiga majbur bo'lmaslik uchun reabilitatsiya markazlarida ma'lum bir darajada ushlab turadi xolos. Bunga misol uchun kecha yaqinda Farg'onada kuzatilgan narsa, giyohvand modda ta'sirida ota o'zini, ayolini, farzandlarini o'ldiryapti. Ya'ni joniga qasd qilyapti. Bu tashkilotlar boshida hammaga misol uchun sintetik dorilarni ham arzon narxda beradi. O'rgatib bo'lgandan keyin unga dori berishni to'xtatadi. Misol uchun senga 4 ta ichadigan bo'lsa, bitta odam u dorini unga 2 ta beradi-da, u 2 ta ichgandan keyin qolmaydi bari. Chunki organizmi undan 4 ta talab qiladi. Oddiy misol mana bosh og'rig'iga birinchi bo'lib organizm o'zi hamma kasalliklar bilan kurashishni boshlaydi-da. Dorini 4 dan birini bo'lib ichsa, organizm shu narsaga o'rganadi. Jicha shu narsa bilan kasallikka qarshi kurashishga o'rganadi. Ash ta'sir qilmay qo'ygandan keyin odam yarimta ichadi, 3 dan 1, 4 dan 3ni ichadi, butun ichadi, 2 ta ichadi. Giyohvandda ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Odamning organizmi shu narsani talab qilishni boshlaydi. Hali 2 ta dorisini beradi-da, u yana 2 ta, 4 ta dori olish uchun har qanday ish qilishga tayyor bo'ladi giyohvand odam. Oldin edi misol uchun giyohvandda uyda qo'lini baylab shprisdek yo'l qilib yotib qolgan yoki misol uchun turli xil holatlar kuzatiladi. Hozir ko'payib ketdi sintetik dori. Buni oddiy misoli o'zimizning Yazovon tumanida ham oxirgi 9 oy ichida aniq statistika bo'yicha 42 kilogramm ushalgan. Ya'ni sintetik dori vositalari. 1 grammi bitta doza bo'ladi. Bu degani 42 mingta doza bor degani-da. Bu shuncha odamga misol uchun shuncha oqim kirib kelyapti. Bunga qarshi kurash uchun turli xil chora-tadbirlar borilyapti. Asosan